Endi esingizda bo'lsa, mashina buzilib qolib, damasim buzilib qolib, yo'lni chekkasida tashab ketdi-yu mana bu yerda. Hozir ketyapti, bir qarab ketaychi, tinchmikin deb kelib qarasam, qaysi bir harromi, onangni nimaga qo'ling singir itni bolasi tvar oynani sindirib, ichidan nima olgan bilmayman. Harromi qo'ling singir tvarlar bilan mashinam buzilib, yo'l chekkasida majburlikdan tashab ketsa, bu itdan tarqagan onangni nimaga harromining zotidan bo'lganlar. Mashinani oynasini sindirib ketibdi, tvarlar bilan. Asabim buzilyapti hozir, yo'lga chaqirgandan keladi hozir harromilarni. Topsam Buyuk Uchqo'rg'ondan ko'rsataman harromi, tvar. Eng qizig'i, men buni ham olib ketib qolibdi-da, mana men buni. Uning nimaga tvar buni qaysi bir kallashlaydigan odam olgan buni. Ich tarafi turibdi, kerak bo'lgan qaysi tarafi? Qolgan narsalar joyidan uchun ko'ramiz hozir. Aka qolgan narsalar joyida. O'shani olib ketdi harromi tvarlar. Akadan chaqirganimni o'likka ham keldi hozir xalqimiz.